Alo. Alo, assalomu alaykum. Jonim, qayerdasiz? Ha, xo'jayin bugun damu oila a'zolari bilan gilam tanlab yurdik. Xotinchalari bilan bozor qilyaptimi hali? Ha, xo'jayin bugun yakshanbaligiga uydagilar bilan gilom ko'rib yurdik-da. Bo'lmasam hamma ishingizni bitirib qoladigan bo'lib keling. Vay, bugun nochmi xo'jayin? Bugun menga ham vaqt ajratishingiz kerak edi, esingizda bo'lsa. Ha, agar bugun nochga bo'lsa endi kechroq o'taman xo'jayin. Bo'pti, 6 dan keyin kechga qolmang. Ha, bo'ldi. 6 da ishda bo'laman. Xo'p bo'ladi. Ha, kechiring. Ha, no, sasi xo'jayinim telefon qilyapti, nochga chiqishing kerak deyapti-da. Ay, yo'q, aniq xo'jayinizmi? Ha, anna xo'jayinim boshqa kim meni ishga chaqiradi? Aniq xo'jayinizmi? Ha,